Dada? Dada! Ha, tinchlikmi? Uyga kirishga shoshmaganingiz ma'qul, menimcha. Nimaga? Tinchlikmi? Oyim sizni bitta opacha bilan ko'chada ko'rib qoptilar-da. Nima qilib ko'rgan bo'lsa? Dada, tushunmayapsiz? Oyim sizni ayol kishi bilan ko'rganlar. Ha, u hamkasbimku ovqatlangan chiqqanidan. Birga to'g'ri kelib qoldi, birga ovqatlandik. Dada, shuni hozir oyimga isbotlab bera olaman deb o'ylaysizmi? Yo'q, shunchalikmi? 6 soatdan beri uyda snaryad titillayapti. Men ketdim. Qayoqqa? Gul olib kelgani Dada, menimcha gul yordam bermaydi-yu. yonyaptimi? Yonyapti. Unda nima qilamiz, o'g'lim? Menda bitta yo'li bor. Ha, ayt. $1000. 500. Kelishdik. O'g'lim aytgancha bor ekan. Yaxshimisan, xotin? Bir kunlik komandirovka qanday o'tdi? Ha, bo'ladi. Kiring, gaplashamiz. O'g'lim, qo'ying menga tashlanib qolsa ajratib olgan, xo'pmi? Dada, cho'chimang. Hamma qo'shniga aytib qo'yganman. Chirillagan ovozingiz eshitishi bilan hamma yetib keladi. Shopirib qo'ydim. Iching, ovqat olib kelaman. Yangi uylanganimda farishtadagi-ya. Qaridi-yu ajdarhoga aylandi oying. Shukrlar ham bor ekanda. Dada. Ay, Maslahatim, bu choy ichmang. nega? Negadir hozir xotiningizga ishonmayapman. Oling, mehribon er. Xo'p. Dada, maslahatim bu ovqatni yemang. Nimaga? Uzoq yashashingizni xohlayman. Seni tushundim. Kecha shaharga tushuvdim dadasi. Bitta g'unajin bilan sizni ko'rdim. Shunchaki hamkasbim, birga ovqatlanib qoldik. Hamkasbim deng. O'g'lim, oying o'sha. O'z bos. Oy. Men surishtirdim. Dadam u ayol bilan 3 marta ko'rishgan. Odam emas ekansan. Bo'pti. Men Kelishdik. Oyi, men hammasini bildim. U opacha bor-ku, turfirmada ishlar ekan. Dadam sizni borib 1 oyga Maldiv orollariga dam oltirgan olib bormoqchi ekanlar. Ha, dada. Oboraman. Rahmat dadasi, siz bor-ku, Zalotoy cheloviksiz. O'zim sizga qo'l bola qilib ochdam deyman. Voy, yaxshiyam men bularni yeb ichmadingiz bo'lmasam. Bora qoling. Sal qolishiga sal qoldi-ya, o'g'lim. 1 minut oldin enam sizni ayoqqa jo'natmoqchi edilar.